Salom hammaga. Sizlar bilan Dalasi Bozor YouTube kanali. Bugungi videoda ben o'zim challenge e'lon qildim do'stlar. Bu challenge'ga ko'ra men bo'ydor futbolchilardan tarkib tuzaman. Ya'ni 190 cm bo'lgan yoki undan baland bo'lgan futbolchilardan tarkib tuzaman. Bu tarkib 19 ta kishidan iborat bo'ladi. 11 tasi mana asosiy tarkib. Yana qolgan 8 tasi esa mana bu yerdagi bo'ladigan zaxiradan bo'ladi. Jam bo'lib esa 19 ta futbolchi bo'ladi. Men bittagina darvozabon olaman, shuning uchun bitta darvozabon olsam ham o'shani yaxshiroq darvozabon olishga harakat qilaman. Bu balandroq va darajasi albatta darajasi ham bo'yiga qarab balandroq bo'lishi kerak. Unday bo'lsa, akkaunt haqida ma'lumot bersam, akkauntni o'zim bilmayman qachon ochganimni. Shekilli DLC 25 ning oxirlarida yoki DLC 26 ning boshlarida ochganman. Chunki David 80 reytingda. Asl reytingi hozirda reytingi 77 Davidni. Shuning uchun akkaunt qachon ochilganini bilmayman, lekin shu yaqin orada ochilmagan lekin. Bu akkauntni o'ynamaganman uncha, hozir video uchun kelib qoldi. Va bu o'zim futbolchilardan tarkib tuzishni boshladim. Videoni boshlashdan oldin do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunday videoni pauza qilib, shunday videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. So'rab qolardim. 200 ta bo'lishimizga oz qoldi do'stlar. Adashgani emas, 200 ta bo'lamiz. Xudo xohlasa va boshlaymiz. Birinchi o'l transfer qilib olamiz. Bu yerda squad ochganman, mana 195 cm lik Collins. Uncha pul yig'amiz, 2 soat vaqtimiz bor. Transferdan darvozabon kelibdi, lekin bu ham baland, reyting past. Bu yerda hujumchi ham bor. 190 cm lik. Transferda 190 cm hujumchi ham kelibdi. Afsuski tangamiz yetmaydi. Bu yerdan Barelli 194 cm. Lekin bunga ham pulimiz yetmaydi. Afsuski, afsus. Mayli, Collins sotib O'sha tarkibdan ko'rib chiqamiz. Necha balki bu o'zim futbolchi bordir. Agarda bu o'zim futbolchi chiqib qolsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar, o'shani sotib olaymi yoki sotib yormasdan tarkibga olib qolaymi? Ko'ramiz. David 178, Victor 184, Rodriguez 173 juda ham past, Robertson 171, bular pakanaki. So 183 mana normalli bor ekan. 184, 186 bu, 187 va mana 192 cm lik himoyachi bor ekan. Kommentariya yozib qoldiringlar, olib qolaymi, olib qolmaymi. Va Miyamda 183, darvozabon 187 ekan. 173, 171, 185 va 187. Mana Victor qaraylar, tepaga chiqib qolgan. Darsining yana bir xatosi. Qarang. Xullasdamish Victor. Joyga turib bo'ldi. Shunday gaplar, videolar qolaman, kommentariya yozib qoldirasizlar. Endi Collins uchun tanga yig'amiz, unda biz o'ynashni boshladik. Nima deyapti? Jarohatli futbolchi bor ekan, kimmi? Men bu yerda ko'rmayman. Va boshlaymiz. Birinchi o'yinimiz.
As duas torcidas dão o tom para esta partida da Dream League Live. Vai ser um jogo incrível. Foi anunciado o time anfitrião. E o time visitante escolheu essa formação. Ele mandou muito bem nessa, hein? Gyökeres se apresenta. Eles se complicaram. Agora só falta superar o goleiro. O que ele vai fazer? Tirou a bola. Eles se complicaram. Agora só falta superar o goleiro. E temos um gol. Eita, por essa nem o futuro esperava. Sizlarga bitta master class ko'rsatishga harakat qilaman. O'xshaydimi yo'q kirib olsak. Kirib oldik, endi ko'ramiz. To'g'rilaymiz va zarba beramiz. David shekilli hatto ketib gol. Mana master class sizlarga do'stlar. Jonathan David ana futbolchi bilan yopishga harakat qildi, ammo baribir to'p o'tib ketdi, qarang. Hozir yana qayerdan ko'rsatsa bo'lma. Ular bir futbolchi yopishga harakat qildi bo'sh joyda, ammo foydasi bo'lmadi. Yo'q. Afsuski yutqazib qo'ydik do'stlar. Aslida raqibimiz futbolchilar bor ekan, zaxiraga olib tushirdi va ikkita g'alabani ilib ketmoqda. Nima ham derdik? Tangani olib olamiz. Bizga tangalarda ham olib bo'ldik. Reklama orqali endi esa yana darhol transferga kirib olamiz. Bu yerda qolning salam turibdi. Bo'yi baland futbolchi kelibdi. Darvozabon ham kelgan. Pakana kelibdi voy. Rodriguez kelibdi, lekin pulim yetmaydi. Darvozabonni olmaymiz. 191 cm Eduardoni olamiz. Buni sotib oldik. Yana kimlar kelgan? Rodriguez. 3 ta bo'yi uzun futbolchi kelgan. Shundan bittasini sotib oldik, qolgan 2 tasini sotib olmaymiz. Pulimiz yetmaydi va kuchsiz darvozabon. Eduardoni o'rniga kimni haydab yuboramiz? Robertson bo'yi pakana. Sen aybing bo'ying pakanaligi. Bo'ldi, boshqa aybing yo'q. Zalataya bachchasam, oka. Shuni ham bir o'ynaymiz. Go. Skanner o'ynab ko'rdik, bo'lmadi, qaroch. Umuman o'tmadi, mana uni o'ynaymiz. Go. O'yinni yorib tashlash kerak. David. Ketdik. Mana Davidga malodi, David. Bitta zodan chiroyli gol uramiz. Bu o'yinda chiroyli gol. Voy. Mazali kango ketdi. Qaraylar. Tashadi. David kan. Where is David? Bezarba gol. Bruno. Yaxshi. Hisobni ochib olik bo'ldi. Himoyaga yotamiz. Desam ishonmaydi. Xo'sh. Hozircha bitta bo'yi futbolchi oldik. Bu ham bo'lsa videolamadi. Eduardoni 191 cm. Hozir ikkita bo'yi futbolchi bo'ldi. 17 ta qoldi endi. 17 ta. 17 sanoyini ochamiz. 17 ochamiz. 17 futbolchini sotib olamiz. Vidal va Eduardo.
Diego Eduardo. Pasmi deb turibdi. David Anvaqa pas berdi, keyin nima qilasan? Ay. Nima bo'lyapti? O'ynaymiz kelmayapti. Prosta o'ynaymiz kelmayapti. Bo'ldi, bahona emas bu. Prosta o'ynaymiz kelmayapti. Bo'ldi, yutdi bo'ldi. 1-0. Men ko'zim o'ylayman o'rgirdi qaranglar. Voy, bila. Ko'raman, qara. Ko'rsam qara. Buchadan telib beradi raqib. Chetyapti. Mana o'ylaksin o'rgirdi qaranglar. Hozir aytib beraman. Kimda oting ham qurg'ur. Mana bu bo'yi 192 sm bo'lgan himoyachi. Sakrash bilan qara. Mana urib ketyapti-da. Do'p baqadi ukajon. Mana bo'ydoqmisan deymanda ko'rinyapti. Bo'ydoq emas, bo'ydoq bo'lishi kerak. Mana raqibda ham 3-1 ga yutdik. O'sha 1-1dan keyin endi esa tangani olib olamiz reklama ko'rib. Endi esa transferga kiramiz. Reyting oshyapti 3. Yana qiziqarli yo'q. Endi olmoz. Kimi beradi? Mana futbolchi qo'y olishimiz kerak. Arnautovic 192 sm hujumchi kelibdi. Lekin pulimiz yetmaydi. Bo'y baland, Instagram. Yatta. Pulimiz yetadi. Olaymi, olmaymi? Haqa ko'rinsam kutib qoladi. Darvozabon kerak emas, aytdim. Yo. Shuna futbolchi ham bor ekan do'stlar. Tezlik baland. Bo'y 158 sm. Voy. Biz bu yerda bo'yi baland futbolchilarni qidirayotgan bir paytda DLSda eng kichkina futbolchi transferda keltirib qo'yibdi. Jefferson Soteldo. Venezuelalik chap qanot hujumchisi 555 tanga ekan. Bo'yi 158 sm. Tasavvur qilasizlarmi? 158 sm, ya'ni 1,5 metr. Va tezliklari ham yaxshi ekan bo'yiga nisbatan. Sotib olgan bo'lardim, men tangam yetmadi. Ham challengedan tashqari chiqqan bo'lamiz. Buni screenshot qilib olganim yaxshi. Telegram guruhga joylab qo'yaman. Telegram kanalimga va bo'ldi. Endi videoni davom etaveramiz. Kimni olamiz? Arnautovicga pul yetmaydi. Va Diatdan olamiz. Tangaga Diatdan oldik. Endi uni o'rniga kimni sotib olamiz? Diatdan o'rniga. Diatdan Infantini sotib olsak ham bo'ladi, bu yemaydiroq. Uni ham aytishim. Yana bir o'yin o'ynaymiz. Ne chiqamiz, o'zimiz stadionga bo'ladigan o'yinga kiramiz. Stadionimiz juda ham kam beradi. Bittagina tanga berarkanman. Hozir videoni to'xtatib turaman va bu o'yin natijasiga qarayman. Natijasi, ya'ni o'yina bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Hozir videoni transferga chiqqan bo'yi o'zim futbolchi kelmayapti. Mayli do'stlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar. Sizlar bilan DLS bozor kanali bo'ldi.